Bu ASMR shundaymi? Bu qiziqarli ekan. Salom Vuk, men Cho'ngukman. Men bugun maxsus tadbir uchun Tokiodaman. Calvin Klein bilan. Men bugun ishchi kurtkasini kiyib olganman. 90-yillar uslubidagi qora jinsi shim va qora futbolka. Men odatda mana shunday butunlay qora kiyinishni juda yaxshi ko'raman. Shunday qilib, bugun bizda siz uchun Yaponiyadan surpriz bor. Thank you. Bu nima ekan? Bu snake'lar ekan. Bu nima? Buni ilgari hech qachon tatib ko'rmaganman. Bu krem bryullemi? To'g'ri, buni mana bu bilan sindirishim kerak ekan. Buni eshityapsizmi? Ovozi biroz pufakchani eslatadi. Menimcha bunaqa qilinmasa kerak. Uzr so'rayman, men buni uncha eplay olmadim. Yaxshi sindira oldimmi? Shaxsan o'zim krem bryulleni juda yaxshi ko'raman. Buni yengil tamaddi ko'rinishda ham sotib olish mumkinligini bilmagan ekanman. Mazali ekan. Men dalgonaning ashaddiy muxlisiman. Ta'mi xuddi dalgonaga o'xshar ekan. Demak, 9 ball. Yaxshi ekan. Bu xushtak. Shirinlik bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Undan ovoz chiqadimi? Notasini uncha nazorat qila olmayapman. Ajoyib ekan. Men yoshligimda ko'pincha ovqatlanishni o'tkazib yuborardim va faqat snake'lar yeb yurardim. Shunaqangi bola bo'lganim esimda. Snake'lar yeyishni juda yoqtirardim. U yerda har xil zararli yeguliklar bo'lardi. Mini marketlarda. O'shalarni yeb ovqatlanishni o'tkazib yuborardim. Menda shunaqa xotiralar juda ko'p. Buning ta'mi qanday ekan? 6 ball atrofida, 6-7 ball. 6-7. Menimcha agar ballar berishni boshlasam, juda baland berib yuborsam, keyin nazarimda qolgan yeguliklarning bahosi bir tomonga juda og'ib ketadi. Agar rostdan ham juda zo'r bo'lmasa, pastroq ball beraman. Bunday muzqaymoq yemaganimga ancha bo'libdi. Kayfiyatingizni ko'tarish uchun yeydigan biror nimangiz bormi? Mayus bo'lganingizda yoki qiynalganingizda. Qiynalayotgan paytimda nima yeyman? Menimcha hech narsa yemaganman. Chunki ko'nglim cho'kkan bo'ladi. Ramyon. Mazasi menga nimanidir yodimga soladi. Bolaligimni, o'quvchi bo'lgan paytlarimni, yengil atletika davridagimi? O'shanda snake'larni yoqtirardim. 8 ballmi? 8 ball. Menga hammasi yuqori ball oladigandek tuyulyapti. Bu mazali. Bu ham yaxshi ko'rinyapti. Menga barchasini tatib ko'rishim kerakdek tuyulyapti. Hech narsani chetda qoldirgim kelmayapti. Harbiy xizmatimni o'tab bo'lganimdan beri va biz yana birgalikda ishlashga qaytdik. Va birgalikda vaqt o'tkazyapmiz. Bu haqiqatdan ham xuddi sovg'adek tuyulyapti. Men bu qadrli sovg'ani asrab avaylashni xohlayman. Qo'limdan kelgancha uzoq vaqt davomida uni chinakamiga asrab avaylashni, uzoq vaqtga yetish uchun. Bu qanaqa ta'm ekan? Kunjut yog'i qo'shilganini umuman bilmagan edim. 4,5 ballmi? 5 ballmi? 4,5 ballmi? Menga ko'proq shirin popkorn yoqadi. Shirin narsalarni. Bunisi nima ekan? Bu mazali ko'rinyapti. Yapon snake'lari har doim mazali bo'ladi. Yirtildi. Bu anpan. 앙빵. 앙빵. Ijro qilgan kutilmagan qo'shiqlaringiz orasida siz uchun eng esda qolarlisi qaysi edi? Boy in Love. Boy in Love qo'shig'ining raqs harakatlari edi. Har doim xayolimda. Shunchalik uzoq vaqt davomida har doim xayolimda edi. Bu juda tabiiy tuyuldi va bu menga o'sha paytlarni eslatadi. 참 Shunchalik ko'p mayuslik. Lekin shu bilan birga juda ko'p yaxshi xotiralar ham. Bu menga juda ko'p narsalarni eslatadigan qo'shiqdir.
Bunisi biroz. Bunisi 5 ball. 5 ball. Bunisi yaxshi, lekin u unchalik oliy sifatli emas. Ta'midan juda arzon narsaligini bilsa bo'ladi. Bunisi yaxshi narsa. Bu rostdan ham juda yaxshi narsa. Suratga olish ishlaridan tashqari shug'ullanishni xohlagan biror bir hobbingiz bormi? Men xohlayman. Men ko'proq musiqa asboblarini o'rganishni xohlayman. Filmlar uchun qilmoqchi bo'lgan yana bir narsam bor. Rasm chizish. Men shuni o'rganishni xohlayman. Bunisi yaxshi, lekin bu oq nonli va qulupnayli bo'lgani. Qulupnaylisini olishni tavsiya beraman. Bular shaftolli bo'lsa kerak deb o'ylayman. Lekin baribir mazali ekan. Ajoyib. 8 ball. Shirin narsalar eng zo'ri. U juda shirin edi. Bu o'sha narsa shunday emasmi? Og'izda qirsillab portlaydigani. Og'zingizga solganingizda. Bu ASMR shundaymi? Bu qiziqarli ekan. Va u unchalik shirin emas. Bu qiziqarli ekan, bunisiga ham 8 ball. Qaysi snack sizga eng ko'p yoqdi? Eng oxirgi yegan narsam. Keyin qayerga qarab ketishini bilmaysiz. O'zgaruvchi ammo. Har safar har xil tuyuladi. Yo'q, har gal yangidek tuyuladi va u binafsha rangda. Army. 13 yillik yubileyni nishonlash munosabati bilan Armiyga xabar yo'llashni xohlaysizmi? 13 soniya ichida. 13 soniyadami? Boshlang. Salom Armiy, men Chongukman. Hammangizni sog'-salomat deb umid qilaman. Men bu yerda Tokioda Calvin Klein bilan birgaman. Va men Vogue bilan ajoyib vaqt o'tkazmoqdaman. Umid qilamanki, barcha sog'-salomat va baxtli bo'ladi. Mashaqqatli mehnatingiz uchun rahmat. To'xtang, men eng yoqtirganlarimni o'tkazib yuboribman-ku. Eng yaxshi ko'rgan snaklarim mana shu ikkalasi. Mana shu ikkalasiga shubhasiz 10 ball bergan bo'lardim. Bularni yeyishim kerak. Nima deb aytdingiz? Butun qutini o'zingiz bilan olib ketishingiz mumkin. O, rahmat. Agar vaqtim tugab qolmaganida, bu yerdagi hamma narsani yeb qo'ygan bo'lardim.